Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Seximizda yana yangi zakazlarimiz boshladik, xudo xolasa. 4 ta eshik olganmiz, standart razmerda 85 ga 205 joyga tushadi. Eshiklarimiz bezabkilar, grabrovka fasonda eshiklarimiz. Eshiklarimizni hozir barerga tayyorlash jarayoni ketyapti. Jilvirlanib, ustilari vibrator bo'lib, qulflarni ochib oldik. Kesaklarni ham shpaklovka qilib, rezinkalarni o'rnlarini ham ochib olganmiz. Kiradigan rezinka bo'ladi, yopishadigandan bas. Eshigimizni qarshilarini ham ochib olganmiz, ruchkasini, kiradigan tarafini. Bu tarafda shpaklovka tortish jarayoni bo'lyapti hozir. Shu holatda shpaklovkani Gench firmaning yaxshi shpaklovkasidan ishlatamiz. Ushlashligi, chidamliligi yaxshi. Qulflarni o'rnini ham mana chiroyli qilib ochilgan. Tushlari ham chiroyli bo'lib, xohlasa. Bu teva tarafini biz roverda ochtiramiz. Gulo yakkanda bir yo'la mana teva tarafini ham ochib beradi. Keyin asosan ichini ochib qo'yamiz biz. Qulflari ham magnit mexanizm bo'ladi. Shu qulfga ochilgan. Stimul firmaniki. Bular ham o'rta me'yorda qulflar, yaxshi xizmat qiladi bular ham. Xudo xolasa astarga, barerga tayyorlash jarayoni boshlandi. Kanalimizni kuzatib boringlar, kanalga obuna bo'lishni istasangiz, like, komment kutib qolamiz.